Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Ronda Berining Kuchni ovlang kitobini keyingi qismlarini o'qib eshittirishni davom ettiramiz. Pulga munosabatni qanday o'zgartirish mumkin? Qachon pulga nisbatan munosabatingizni o'zgartirsangiz, hayotingizda ularning miqdori ham o'zgaradi. Pul masalasida hislaringiz ijobiy bo'lgani sari shuncha ko'p pulni o'zingizga tortib olasiz. Pulingiz ko'p bo'lmasa, hisoblar sizga quvonch keltirmaydi. Katta hisobni ko'rganingizda, asabiylashgan paytingizda olamga salbiy to'lqinlar yuborasiz va kelgusi safar katta pulga hisobni olasiz. Nima bersangiz, shuni olasiz. Bu yerda siz to'lovlarni to'layotgan paytingizda o'z hissiyotlaringizni ijobiy qilishga urining. Hech qachon pullaringizni xafa bo'lganingizda, jahlingiz chiqqanida, g'amgin bo'lganingizda to'lamang. Shu bilan o'zingizga yanada yirikroq hisoblarni tortib olasiz. Bu umuman to'lovlar emas, siz ixtiyoriy ravishda bir necha odamlar yoki kompaniyaga menga ko'rsatgan xizmatlar uchun xayriya qildim deb o'ylang. O'z to'lovlaringizni cheklar deb tasavvur qiling. Yoki sizga to'lov qog'ozi yuborgan kompaniyaga minnatdorlik deb biling. Kompaniya hayotingizga elektr, gaz, suv yoki boshqa xizmatlar bilan qanday qulayliklar yaratayotgani haqida o'ylang. Pulingiz bo'lmasa, to'lov qog'ozi orqasidagi to'lovingiz uchun rahmat deb yozib qo'ying. Tortish qonuni qanday hislar to'laganingizgami yoki olganingizgami minnatdor bo'layotganingizning farqiga bormaydi. Siz olamga yuborgan hislaringizga javob beradi, qat'iy nazar hammasiga. Sizni ishingiz, ketkazgan vaqtingiz uchun emas, muhabbatingiz darajasi bo'yicha mukofotlashadi. Ekaterina Sienskaya, faylasuf va yozuvchi. Siz oylik olganingizda minnatdor bo'ling. Bu minnatdorligingiz pullaringizni ko'paytiradi. Odamlarning ko'pchiligi hatto pul olishayotganlarida xursand ham bo'lishmaydi. Ularni pullari ro'zg'orning g'origa kirib ketib, yana pulsiz qolishlari xavotirga soladi. Bu odamlar pul olganlaridagi muhabbatlarini izhor qilishning ajoyib imkoniyatini yo'qotadilar. Sizga pul kelib tushganida minnatdor bo'ling. Qancha oz pul bo'lsa ham, yodingizda bo'lsin. Siz nimadan minnatdor bo'lsangiz, u ko'payadi. Minnatdorlik buyuk ko'paytiruvchi. Har qanday imkoniyatdan unumli foydalaning. Qo'lingizda pul bo'lganida har qanday imkoniyatdan foydalanib, ezgu hislar yordamida ularning miqdorini ko'paytiring. Nimagadir pul to'laganingizda muhabbatni his qiling. Pul berayotgan paytingizda muhabbatni his qiling. Uni berayotganingizda pullaringiz bilan kompaniya va u yerdagi ishchilarga yordam ko'rsatayotganingizni tasavvur qilib, yuragingiz bilan his qiling. Odatda pul to'layotganingizda siz achinish hissini sezasiz. Endi sizda kamroq pul qoldi. Men bu yerda taklif qilayotganlarim sizning hissiyotlaringizni ijobiyga aylantiradi. Sizning hissiyotlaringiz bilan pul berish orasidagi farq bu pul serobligi va maoshdan maoshgacha kun ko'rishdek gap. Men sizga o'yin taklif qilaman. Pulga bo'lgan munosabatlaringizda ijobiy hislaringizni esdan chiqarmaslikka yordam beradi. Nimanidir to'lash kerak bo'lganida har safar o'yin o'ynang. Pul kupyurasini tasavvur qiling. Old tomoni ijobiy, pul serobligini mujassamlashtirgan, teskari tomoni salbiy, pul yetishmovchiligini ko'rsatadi. Siz to'lov to'layotganingizda kupyuralar sizga old tomoni bilan tursin. Kupyuralarni ham yoningizda old tomonini o'zingizga qaratib qo'ying. Qaytaraman. Pul berayotganingizda uning old tomoni albatta tepaga qarab tursin. Shunda kupyuralar pul serobligi haqida ijobiy hissiyotlarni saqlash zarurligini eslatib turadi. Plastik kartochkadan foydalanayotganingizda ismingiz bilan yozilgan tomoni tepaga qarab to'lang. Old tomoni pul serobligini bildirib, buni siz ismingiz bilan tasdiqlaysiz. Naqd pul yoki plastik kartochkada to'layotganingizda siz pul to'layotgan odamning puli serobligini tasavvur qiling va samimiyat bilan unga pul ko'payishini tilang. Olamga berayotgan hamma narsangiz o'zingizga qaytib keladi. Siz o'zingizni boy odam deb tasavvur qiling. Qancha pul kerak bo'lsa, shuncha bor deb tasavvur qiling. Sizning hayotingiz qanday o'zgarar edi? Siz pulingiz ko'p bo'lsa, qiladigan ishlaringizni o'ylang. Bunda o'zingizni qanday his qilar edingiz? Tabiiyki, bizning his va tuyg'ularimiz o'zgaradi.
balki boshqacha harakat qilar edingiz, boshqacha gaplashardingiz, qomat va harakatlaringiz ham o'zgaradi. Hamma narsaga o'zgacha ta'sirlanasiz. Sizning kelayotgan to'lov qog'ozlariga munosabatlaringiz ham o'zgaradi. Odamlarga, sharoitga, voqealarga va boshqa barcha narsalarga reaksiyangiz boshqacha bo'ladi. Nimaga? Nimaga deganda, siz o'zingizni boshqacha his qilasiz. Siz o'zingizga ishonch bilan qaraysiz. Sizning ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Siz baxtli bo'lasiz. Hamma narsaga yengil qaraysiz. Har kun bilan lazzatlanasiz. Ertaga nima bo'lishini o'ylamaysiz. O'zingizni shunday his qilgingiz kelyaptimi? Bu pulga bo'lgan tuyg'ungiz u pulni tortadi. Pullarni sizga yopishiga majbur etadi. Tilagingiz amalga oshganini samimiyat bilan his qiling. Uning ro'yobga oshganligi tuyg'usi sizni qamrab olsin va shunda tilagingiz reallikda gavdalanadi. Nevil Goddard, yozuvchi, yangicha fikrlash ustozlaridan biri. Pullarga ha deng. Biror kishining boyligi va omadi haqida eshitsangiz, har safar quvonishni unutmang. Demak, o'sha chastotada joylashgansiz. Siz yaxshi kayfiyatdaligingiz tasdiqlanadi va xabarga xuddi u siz bilan yuz berganidek quvonasiz. Nega deganida, hammasi sizning unga bo'lgan reaksiyangizga bog'liq. Agar siz boshqa odamning quvonchi va omadiga xursandchilik bilan munosabatda bo'lsangiz, o'zingizning boyligingiz va muvaffaqiyatingizga ha deysiz. Agar xabar sizni xafa qilsa, siz hasad qilgan bo'lsangiz, sizning salbiy hissiyotlaringiz boylik va muvaffaqiyatga yo'q deydi. Agar kimgadir lotereyadan yutuq chiqsa, qaysidir kompaniya rekord daromad olsa, bunga chin dildan xursand bo'ling. Siz bular haqida xabar topdingizmi? Demak, shu chastotada turgan bo'lasiz va sizning ijobiy hissiyotlaringiz omadingizga ham ha deyapti. Bir necha yil muqaddam menga surunkali pul yetmasdi. Kredit kartochkasidagi pullar oxirigacha ishlatib bo'lingan edi. Kvartiramni garovga qo'ydim. Kompaniya millionlab qarzga botib ketgan, sababi o'shanda Sir kinofilmini yaratish bilan shug'ullanar edik. O'ylaymanki, o'shandagi ayanchli moliyaviy ahvolim yaxshi emasdi. Filmni tugatish uchun pul kerak edi. Men tortish qonuni kuchi haqida bilar edim. Pullarni jalb qilish uchun ijobiy hissiyotlarni his qilishim kerak edi. Bu oson emasdi. Har kuni qarzlarim o'sib borardi. Sudxo'rlar menga qo'ng'iroq qilib pul talab qilardilar. Suratga olish guruhiga maosh to'lashga hech vaqo yo'q edi. Mislsiz harakatga qo'l urishga qaror qildim. Bankka borib oxirgi pulimni yechib oldim. Ular keyinga qoldirib bo'lmaydigan to'lovlar va oziq-ovqatga mo'ljallangan edi. Pullarni olib tarqata boshladim. Ko'chada $50 kupyurani olib borar edim. Uni hammaga bergim kelardi. Men qalbimga quloq tutib, pullarni turli odamlarga berdim. Mening quvonchim pullar tufayli emas, ularni birovlarga bera olishimdan xursand bo'lardim. Bu juma kuni yuz berdi. Dam olish kunlari quvonchdan yig'lar edim. Pul berayotganimdagi ajoyib hissiyotlarni eslar edim. Dushanba kuni ajoyib voqealar zanjiri oqibatida bankimdagi hisobim 25 mingga yetdi. Bu pullar osmondan tushdi misoli. Bir necha yil avval do'stimga tegishli kompaniya aksiyalaridan sotib olgan edim. Bu vaqt davomida aksiyalar narxi ko'tarilmagani uchun ular haqida unutib yubordim. Ammo dushanba kuni ertalab do'stim menga qo'ng'iroq qilib aksiyalar narxi oshganini aytdi. U mendan ularni sotishni so'radi. Tushgacha pullar mening hisobimga o'tdi. Tushuning, men o'z hayotimga pul tortib olish uchun notanish odamlarga pul tarqatdim. Men buni pullarga muhabbat his qilish uchun qildim. Agar pullarni katta pul olish evaziga shunchaki berganimda bunday voqea bo'lmas edi. Bu muhabbat tuyg'usi o'rniga pul yetishmaslik hissiyoti bo'lar edi. U salbiy hisga kiradi. Agar pulni berayotganingizda siz samimiy muhabbat his qilsangiz, ular albatta sizga qaytadi. Bir odam xayriya ishlariga $100 berdi. Uning fikricha qo'llab turishga arzirkan. 10 soatdan so'ng foydali bitim tuzdi. Bu kompaniyasi ishga tushganidan beri eng yirik bitim edi. Biz qancha berib yuborayotganimiz muhim emas. O'z xayr-ehsonimizga qancha muhabbat berishimiz muhim. Terezoni, rohiba, Nobel mukofoti laureati. Agar pullar sizga osonlikcha kelmasa, sizning unga nisbatan hissiyotlaringizni ijobiy qilishning usuli bor.
Ko'chada ketayotganingizda yo'lovchilarga pulingiz serobligi haqida fikrlarni yuboring. Yuzlariga qarang, o'sha odamga katta miqdorda pul berayotganingizni his qiling va quvonch tuyg'usiga o'ting. Oldin birining quvonchini, so'ng ikkinchisinikini sezing. Har safar ko'chaga chiqqaningizda shunday qiling. Juda oddiy usul. Agar siz berishning haqiqiy quvonchini seza olsangiz, pulga munosabatlaringizni o'zgartirib yuboradi. So'ng moliyaviy ahvolingizni ham. Kasb va biznes. Qalbga ega bo'lmagan haqiqiy daho bu bema'nilik. Buyuk tushunchalar ham, aql ham, bu ikkala xislat ham birgalikda dahoni yaratmaydi. Muhabbat, mana dahoning qalbi. Nikolaus Yozef von Jakin, golland olimi. Tortish kuchi butun dunyo pullarini harakatlantiradi. Har bir ijobiy hislari bilan ularga muhabbat izhor etsa, ular uchun magnitga aylanadi. Pul ishlab topish uchun olamga va odamlarga siz unga loyiqligingizni ko'rsatishning keragi yo'q. Sizga zarur bo'lgan hamma pullarga loyiqsiz. Siz kun ko'rishga emas, quvonchli yashashga loyiqsiz. Ishingiz sizni qiziqtirib, o'ziga jalb etishi kerak. Sizga bu yoqqanida ishlashingiz kerak. Yaxshi ko'rgan ishingizni qilayotganingizda sizga albatta pullar keladi. O'zingizning ishingizni yomon ko'rsangiz, ammo pul topishning yagona yo'li deb o'ylasangiz, hech qachon hayotingizga pullarni yoki qalbingizga yaqin ishni tortib kela olmaysiz. Uni olish uchun qiladigan harakatingiz muhabbatingizni berishingiz kerak. Shunday ishni tasavvur va his qiling. Siz uni olasiz. Hozirgi ishingizning hamma yaxshi tomonlarini toping va unga muhabbatingizni bering. Siz mehr berayotganingizda sizga sevgan narsalaringiz keladi. Sevgan ishingizning o'zi oldingizga keladi. Ishsiz erkak anchadan beri orzu qilgan ishga qabul qilish haqida ariza berdi. So'ng o'ziga kompaniya nomidan oylik maoshi ko'rsatilgan va yuklatilayotgan mas'uliyat yozilgan taklif qog'ozini yozdi. So'ng o'z ismi yozilgan tashrif qog'ozi yozdirdi. U kartochkasiga minnatdorlik tuyg'usi va yangi olgan ishiga quvonch bilan qarardi. Bir kunda bir necha bor o'ziga ishga qabul qilingani uchun tabrik elektron xatlar yuborar edi. Avval kompaniya u bilan telefon orqali suhbat o'tkazdi, so'ng yuzma-yuz suhbatlarga chaqirdi. Umuman olganda kompaniyaning 10 tacha xodimi bilan uchrashdi. Oxirgi uchrashuvdan 2 soat o'tgach unga qo'ng'iroq qilib, ishga qabul qilinganini aytishdi. U har doim orzu qilgan ishini o'zi yozganidan ko'ra ancha katta maosh bilan oldi. Hatto nima bilan shug'ullanishingizni o'zingiz bilmasangiz ham ijobiy hislaringiz yordamida muhabbat izhor eting va siz yaxshi ko'rgan narsangizni tortib olasiz. Sizning hissiyotlaringiz maqsadingizga olib keladi. Siz orzu qilgan ishingiz muhabbat chastotasida joylashgan. Uni olish uchun bu chastotaga to'g'rilaning. Omad muvaffaqiyat kaliti hisoblanmaydi. Baxt, mana bu muvaffaqiyat kaliti. Albert Schweitzer, doktor va faylasuf, Nobel mukofoti laureati. Biznesdagi muvaffaqiyat shu tarzda amalga oshiriladi. Qandaydir biznesingiz bo'lsa-yu, ishlaringiz unchalik bo'lmasa, demak muvaffaqiyat sizning korxonangizga yopishmayapti. Biznes xarob bo'lishining asosiy sababi uning muvaffaqiyati borasidagi salbiy hissiyotlardir. Hatto ishlaringiz yaxshi ketayotgan bo'lsa-da, arzimas xato tufayli salbiy ta'sirlanasiz. Sizning hissiyotlaringiz ancha jiddiy muammo yaratadi. Sizning biznesingizni hatto orzu ham qilib ko'rmagan yuqori cho'qqilarga olib chiqishga qodir hamma ilhomlantiruvchi g'oyalar muhabbat chastotasida joylashgan. Siz biznesga bo'lgan xavotirli fikrlaringizni ijobiyga o'zgartirish usulini izlab topishingiz va maksimal yuqori chastotaga turishingiz kerak. O'z tasavvuringizga murojaat qiling, o'ynang, o'yinlar yarating, yaxshi kayfiyatda bo'lishingiz uchun turli narsalar o'ylab toping va hissiyotlaringizni ijobiy sozlang. Kayfiyatingizni ko'targaningizda ko'tarinki ruhda bo'lasiz. Biznesingiz ham ko'tariladi. Har kun, har sohada ko'rayotgan barcha narsalarga muhabbat yuboring. Atrofingizni o'rab turgan barcha narsalarni seving. Boshqalarning muvaffaqiyatini o'zingiznikidek seving. Agar hissiyotlaringiz muvaffaqiyat borasida ijobiy bo'lsa, birovning muvaffaqiyati ekanligi muhim emas. Sizning hissiyotlaringiz ularni o'ziga tortib oladi.
Xususiy biznesingizda va siz bajarayotgan har qanday ishda olgan maoshingiz yoki daromadingizga yarasha berib turadi. Agar siz olayotgan pulingizdan kam ishlab chiqarsangiz, sizning biznesingiz daromadi tushib ketadi. Agar birovdan olsangiz, o'zingizdan olib qo'yayotgan bo'lasiz. Doimo va hamma joyda olayotganingizga yarasha bering. Agar olgan maoshingizga yarasha ko'proq mehnat qilsangiz, sizning biznesingiz gullab-yashnaydi. Muhabbatning tilaklaringizni bajarishi uchun cheksiz vositalari bor. Pullar istagan narsangiz bilan shug'ullanish va sizga yoqadigan narsaga ega bo'lish uchun vosita. Pulingiz bo'lsa, o'zingiz erisha oladigan turli narsalar va mashg'ulotlarga erisha olasiz. Siz pul topish haqida o'ylashdan ko'ra ko'proq muhabbat va quvonch sezasiz. Siz yaxshi ko'rgan odamlar bilan vaqtingizni o'tkazsangiz, yaxshi ko'rgan mashg'ulot bilan shug'ullansangiz, yoqtirgan narsalaringizdan foydalansangiz, faqat pul to'g'risida o'ylab yurganingizdan ko'ra muhabbatni ko'proq his qilasiz. Muhabbat tortish kuchi cheksiz miqdorda sizga istagan narsalarni berish usuli bor va faqat bittasi pul haqida o'ylash. Pullar biror narsaga erishishning yagona yo'li deb yanglish o'ylamang. Bu cheklangan fikr, u hayotingizni cheklab qo'yadi. Singlim qulay sharoit bo'lib qolib, yangi mashinani tortib oldi. Ishga ketayotgan paytda jala tagida qoldi. Mashinalar oqimi mashinani to'xtatishga majbur qiladi. Suv sathi unchalik baland bo'lmasa ham, qutqaruv bo'limi xizmatchisi singlimni mashinadan tushishga majbur qildi. Uni xavfsiz joyga olib o'tishayotganlarida singlim qattiq kuldi. Bu lavha hatto telekanalning kechki xabarlarida ko'rsatildi. Uning orasida singlim tashlab ketgan mashina zarar ko'rdi. 2 hafta o'tgach, sug'urta kompaniya unga katta miqdorda mablag' to'lab berdi. Shunday qilib, orzu qilgan mashinasini sotib oldi. Bu voqeaning eng qiziqarli joyini hali gapirib bermadim. Bu paytda singlim uyning jihozlarini o'zgartirayotgan, yangi mashinaga puli ham yo'q edi. Hatto yangi mashina sotib olishini tasavvur ham qila olmagan. Bu mashinani qanday tortib olganini bilasizmi? Boshqa singlim yangi mashina sotib olganida o'zi olgandek samimiy xursand bo'lgandi. Tabiiyki, taqdir taqozosini tortish qonuni yaratdi va yangi avto sohibasiga aylandi. Siz tilagingiz amalga oshmagunicha uning qay tarzda bo'lishini bilmaysiz. Muhabbat kuchi biladi. Unga ishoning va xalaqit bermang. Tilagingizni tasavvur qiling, ichingizdan quvonch sezing va muhabbatning tortish kuchi uni yetkazishning yo'lini biladi. Bu yo'llarni biz tushuna olmaymiz. Sizning tilaklaringizning amalga oshirishning yagona yo'li pul deb hayotingizni cheklamang. Pulni yagona maqsadingiz qilib qo'ymang. Maqsad kim bo'lishni tilashingiz, nima bilan shug'ullanmoqchisiz va nimaga ega bo'lmoqchisiz? Yangi uyga ega bo'lmoqchimisiz? Uni tasavvur qiling va qanday quvonchli kunlar ko'rishingizni tasavvur qiling. Chiroyli kiyim, maishiy texnika, mashina yoki kollejda o'qishmi? Boshqa davlatga bormoqchimisiz? Musiqa asbobida chalishni o'rganmoqchimisiz? Aktyor, sportchi bo'lmoqchimisiz? Tasavvur qiling. Sizning orzularingiz amalga oshishi vositalarining hisobiga yetib bo'lmaydi. Idora qiluvchi muhabbat kuchi. Pulga taalluqli bitta qoida bor. Pulni muhabbatdan oldinga qo'yib bo'lmaydi. Agar shu ishni qilsangiz, tortish qonunini buzgan bo'lasiz va uning oqibatlaridan aziyat chekasiz. Hayotingizni idora etuvchi kuch muhabbat bo'lishi kerak. Hech kim va hech narsani muhabbat kuchidan ustun qilib bo'lmaydi. Pullar siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan vosita. Muhabbat taratib siz pullar olasiz. Ammo hayotingizda pulni muhabbatdan oldinga qo'ymoqchi bo'lsangiz, yomon oqibatlarning butun guldastasini olasiz. Agar siz pulga muhabbat bilan qarasangiz, atrofdagilarga qo'pol va befarq bo'lsangiz, boyib ketaman deb o'ylamang. Bu fe'l-atvoringiz sizning munosabatlaringizda, salomatligingizda, baxtingiz va albatta moliyada ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar siz muhabbat tilasangiz, uning olishning yagona usulubi uni do'stlaringizga berishdir. Qancha ko'p muhabbat bersangiz, shuncha ko'p olasiz. Muhabbat berishning yagona usuli o'zingiz magnitga aylanguningizga qadar muhabbatga limmo-lim to'lishingizdir.
Charles Enel, yozuvchi, yangicha fikrlash ustozlaridan biri. Har birimizga tug'ilganimizdan to'laqonli hayot kechirishimiz uchun pul berilgan. Siz pul yetishmovchiligidan aziyat chekish uchun tug'ilmagansiz. Aziyat chekish olamga salbiy energiyani ko'paytiradi. Hayot go'zalligi shundan iboratki, siz muhabbatni birinchi o'ringa qo'ysangiz, sizga zarur bo'lgan pullar o'z-o'zidan kelaveradi. Kuch nuqtalari. Muhabbat tortish kuchi butun dunyo pullarini harakatlantiruvchi kuch. Har safar ijobiy hissiyotlar orqali pulga o'z muhabbatini ko'rsatayotgan odamlar uning uchun magnatga aylanadi. O'zingiz pulga qanday munosabatda ekanligingizni aniqlashingiz mumkin. Agar siz istagan narsalarning barchasi sizda bo'lmasa, siz ijobiy munosabat bildira olmaysiz. Muhabbat pullarni tortadigan va sizga yopishtiradigan kuch. Siz to'lovlarni amalga oshirayotgan paytingizda o'z hissiyotlaringizni ijobiy qilishga urining. Bu to'lovlar emas, cheklar deb tasavvur qiling. Yoki sizga to'lov qog'ozi yuborgan kompaniyaga minnatdorlik bildiring. Yodda tuting, minnatdorlik buyuk ko'paytiruvchi. Siz nima uchundir to'layotganingizda pulingiz kam qolganidan afsuslanmasdan muhabbatni his qiling. Bu hissiyotlaringizni ijobiy tomonga o'zgartiradi. Sizning pul to'layotganingizdagi hissiyotlaringizning farqi bu pul serobligi va yashash uchun 3x3 yetishidir. Naqd pullarni pul serobligiga ishontiruvchi ijobiy hislarni esga solib turish uchun ishlating. Har bir kupyurani 100 tomonini ijobiy pul serobligi timsoli sifatida tasavvur qiling. Pul to'layotganingizda kupyuralarni old tomonini tepaga qilib to'lang. Hissiyotlaringiz muvaffaqiyat borasida ijobiy bo'lsa, bu kimning muvaffaqiyati ekani muhim emas. Sizning hissiyotlaringiz uni sizga tortadi. Maosh yoki daromadingizga mos ravishda puldan berib turing. Pulingiz bilan siz ko'proq ish qilsangiz, ko'proq xizmat ko'rsatasiz va sizning biznesingiz va martabangiz yuksaladi. Pullar istagan ishingiz bilan shug'ullanish va istagan narsaga ega bo'lish vositasi xolos. Muhabbat tortish kuchidan sizning tilaklaringizni bajarishning cheksiz usullari mavjud. Undan faqat bittasi pul bilan bog'liq. Siz yaxshi ko'rgan odamlar bilan vaqtingizni o'tkazayotganingiz, sevimli ishingiz bilan shug'ullanayotganingizda pulga jamlangan his va fikrlardan ko'proq muhabbat his qilasiz. Hayot go'zalligi. Muhabbatni birinchi o'ringa qo'ysangiz, pullarning o'zi keladi. Kuch va o'zaro munosabatlar. Boshqa biror odam bilan kunda uchrashib turganingizda ham uni tushunasiz, g'amxo'rlik ko'rsatasiz, imkon qadar barcha yaxshiliklarni ko'rsatasiz. Buni hech qanday mukofot kutmay bajaring va shunda sizning hayotingiz hech qachon avvalgidek bo'lmaydi. Og Mandino, yozuvchi.